Assalomu alaykum Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz uloqchamizni shoxini kuydirgandek mana ekraningizga ko'rsatib turibmiz. Instagram kanalimizga qanaqa qilib, nima qilib hammasini qo'yganmiz. Instagram kanalimizning nomi Navoiylik fermer degan. Xo'sh, buni YouTube'ga to'liq qo'ymaganimiz sababi YouTube'ga qonli lavhalar qo'yilishi mumkin emas ekan. Qo'yib ko'rdik, bizni akkauntimizda bloglab 6 ta 7 ta savol berdi. Savollariga javob berganimizdan keyin yana YouTube akkauntimizda yurg'izishga ruxsat berdi. Xullas mumkin bo'lmagan ekan, mumkin emas ekan qonli lavhalar. Mana azizlar, mana shunaqangi qilib kuydirib olinadi. Buni o'zini payati bor, o'zini payati bizda yo'qligi sababli 20 li turbani qizdirib turib kuydirdik. Mana hozir endi onasini oldiga keltirib qo'ydik buni. Kimga agar kerak bo'lsa, qanaqa qilib kuydirilgani Instagram kanalimizga aytib olsalaringiz bo'ladi. Instagram kanalimizning nomi Navoiylik fermer degan Instagram platformamizda yuritamiz. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savollar bo'lsa kommentariyaga kutib qolamiz. Savollaringiz, kommentariyalaringiz befarq qoldirilmaydi.